Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube'da bizani kuzatib borayotgan podpisчиклар. Instagram'da GIF start berdik. Bir dana versa bit, bir dana telefon, keyin 3 adam ama yana pul yutuqlarını beramiz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci orana yine telefonunu aldık. Xudo qalasa dehqon bozorni pasiyanli xaridori klientimiz yine şu Redmi E5 degan telefonunu aldık. Bunu bataryası zo'r bo'lgani uchun aldım doğrusu. Bo'lmasa arzon raqam bor ekan. 5200 maç 3 gün 4 gün yetadi ekan internet ishlasangiz ham zaryadi. Xo'sh, birinchi video murojaatimiz sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, iltimos qilib so'raymiz, uyshara ikkalasizlar Bag'at avtosentra. Hozirda o'zida 5-6 mashina, 120-140 o'rtasi 5-6 mashina pul bor. Maşin tapıp bilmey turibmiz. Endi bu hamma salonlarda bo'lib turgan muammo. O'zimiz satgan bahoga bermey turibdilar. Shuning uchun sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, ikkalasizlar, bo'lmasa telefon raqamimiz 94 114 23 88 ga urasizlar. Ikkalasizlar shu yerdan naqd pul asosida o'zimiz shitir sanab pullarimizni berib beramiz. Bo'lmasa shu yerda reklama etib satib beramiz. Satib berish besplatniy. O'zingiz aytgan masalan, shu mashinani 150 desangizda, shu 150 ga qo'yamiz. Arianna kliente 500 so'm, 1 so'm qo'shtirib o'zimiz satamiz. Vam plus matiza, televizor, kirmachin sovg'alar qo'yib qo'yibmiz. Xudo qalasa 5 odam mashinasi 4 odam bo'ldi endi. Hozir 21 Cobalt'imiz ham satildi, 4 odam qoldi. 4 mashina satsa xudo qalasa o'yin bo'ladi. Xo'sh, 2024-yil kuzub 25 3000 km yurib turibdi. Mashina obzor etib ko'rsatib, metallari bor, birinchi nomerlar olingan, kraskasi absolut родной. 3100 km yurib turibdi. Olib libo yere olib tekshirtiraverasizlar. Xo'sh, mashinaning bahosi 162 million. Ustida kelishib beramiz. Naqd, barter, avtokredit kelishib beramiz. Xo'sh, avtokredit 16 million 500 bilan chiqadi ekan. Oylik to'lov 4 million 760 ming so'mdan tushadi. Keyin 2020-yil mexanika Cobalt. Mashina ideal holatda 27 ming probeg yurib turibdi. Klapanlar ham hech yeri ochilgan emas. Nomerlar olingan, yumshoq bo'laklar qo'yilgan. Tonirovka 10 oy razresheniyasi bor. Aslingizda konditsionerda birinchi skorsda qo'yib buzdikdan olib hajatib yuraysizlar. Xo'sh, narxi 136 million so'm ustida kelishib beradilar. Avtokreditda endi 27 million bilan chiqadi ekan. Notarius Gazadinning oylik to'lovi 3 million 560 ming so'mdan tushadi. Keyin Gentra'miz 2018-yil avtomat korobka, pokoleniya metan, Magigar pult, qimmat chexol, hamma narsalari bor. Merz bor, Malibu rul, monitor, xullas tayyor. Lyuks sakadiska ABS ham o'zi bor. Switch ham almashgan emas. Narxi shu avvalgi aytganimiz, mashinalar qimmatlab ketdi deb baho ko'taramiz. 125 million so'm bo'lsa berib beramiz, naqd pul olsa. Avtokredit alaman desangizda 16,5 million so'm pul bilan hamma ishingiz bitadi. Oylik to'lovi 5200 dan 3 yilga chiqadi. 18 bo'lgani uchun 3 yilga chiqadi bu. Keyingi Cobalt mashinamiz 2024 Style 2300 mi 2200 km yurib turibdi. Mashin benzinda. Zavodskoy o'zini iyisida turibdi. Bir yerdan defekt yo'q. Bahosi 155 million so'm. O'zi salon bahosi 48, nomeri olingan, sozlashtalar urilgan. 155 kelishib beramiz. Avtokreditda 10 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 760 ming so'mdan tushadi. Keyingi Cobalt mashinamiz 2021-yil mexanika 17 ming probeg yurib turibdi. Yumshoq bo'laklari, metallari, hamma narsalari bor. Kraskasi toza, narxi 135 million so'm. Kelishib beriladi. Avtokreditda 21 million 500 bilan chiqadi ekan. Oylik to'lov mana bam 3 million 760 ming so'mdan tushadi. Keyingi Cobalt'imiz 2023 nomerlar olingan, kuzub 24 23 noyabrda metan yumshoq bo'lgan hamma o'zlari tayyor. Bir tanchi kraska yo'q. Narxi 150 million so'm. Ustida yana 1 so'm yarim so'm kelishib beramiz. Avtokredit alaman desangizda 21 million so'm. Ha, yo'q, 17,5 million so'm bilan chiqadi. 17,5 million so'm ikkalasizlar. Notarius Gazadinning oylik to'lovi 4240 ming so'mdan tushadi.
Ya Haval'da reklam etmemiz ha. Vay be. Haval 2024 4,5 ming probeg yurtturdu. Kilit içeride kaldı mı ne? En full pozisiyası 360 kamera diysilen Palasa Udirjaniye, Parktronic, LD izi Pony, Panorama Lük, 4x4 LD izi tartadı. Balonlarından yine protektiler belend. Paltın değmez bilinmeydi. Yine paroklarım koyulgan. En zoru havalını salonda 407 milyon son, bize de 350 milyon son. 4000 kilometre yine nömrə alınğandan 4000'e ideyle. Keyin sveti Beli Jemçuk. Kakraz Özbekistanlı bizəni aynısa Xarəzmli pagodasına dım zor. İfsada qara maşında özəmiz yutmuz yine. Kanasayını 6. skorsa koymuşsam paydası yok. Şu maşını yine tavsiye edemem zor. İyi gelsem gelişip veredi. 350 indi bitəri deddan. Naqpıl bilen gelseniz de gelişip veredi. Keyin Nexi 2 2013 yıl Pol Lüküs. Maşında kemiz hiç yerinde kemiz yok. Motorlar optoliyem idi. 335 bin probeg yürüttü. Pol Lüküs. Balonların haleti orta. Zeng peng işlengen emez. Usuyutunu aç bir tarafı aşağı tarafı oynagan. Şu kapot mandat edilgen. Boyalgan. Üzünü kapot edilgen. Bakası 52 milyon son dep taşak koydular. İlgeleden. Üstünde yine gelişip verediler. Avtokredide bize özemiz veremiz. 5 milyon 500 bin 110 bilen çıkardı. Notaryüz gayze ettiğini aylık tülo 2 milyon 660 milyondan düşerdi. Plus matiz tutup alırsanız mümkün. Televizor kirmaşı yine 4 adam kaldı. Keyin Matiz 2012 yıl Best 347 bin yurtturdu zengle işlengen metan gazları var. Bakasına itibar etezle 145 milyon son Matiz Best 2012 yıl. Kaptıya baka. Dedi ilgeleri bize 100 milyon son kaytardık. 100 milyon son kaytardık. 145'e Matiz kim aladı deyip 100 milyon son kaytardık. 45 milyon son. Eğer avtokredit alaman deseniz 12 milyon son bilen çıkardı. Notaryüz gayesi ettiğini aylık tülü 1 milyon 160 milyondan düşerdeyken 3 ile. Vam şu peseyip eden grafik boyunca çıkartıp veremiz. Kanıtlarına yapamadı mı? Biz kondisyoner ekan. Pol lüks demek bu. Hurmatli obunachilar, yana bir bor aytamiz. Satiladigan mashinalarimiz olsa, bemalol şöyle ekkelesizlar. Şu yerda o'zimiz naqd pul asosida sotib olamiz. Bo'lmasa, şu yerda qo'yib besplatniy sotib beramiz. Yangi aytganim shu, 6-7 mashina pul bor naqd pul. Kim agar naqd pul mashinani sotib olmay yurgan bo'lsa, ekkelsangizda shu boshqa bir so'ragan bahodan 1 million so'm qimmat olaman. 20, 21, 22, 23, Gentra, Cobalt, Nexia 3 farkı yok. Spark, ekleveringlar. Eser like'larını ayağımız, komentariyada öz fikirlerinizi kaldırınlar. Sizlerin fikirleriniz bizlere öte ketken zarur. İltimas kılamiz, like'larını basıp, videolarını padilisiye etip, patpis etse tümlesini basıp, güzel işlerinizi iltimas kılıp soruyumuz. Hem sağlık, Ahmet.